Ba'zan eng dahshatli portlash baland ovoz bilan emas, odamning ichida jimgina sodir bo'ladi. Bu safar ham aynan shunday bo'ldi. Kimdir hali tirik odamning umriga pul hisobida qaradi. Kimdir sevgi o'tib ketgan deb o'zini aldadi. Kimdir esa kechirim so'rab turgan yuragini g'urur bilan bo'g'ib tashladi. Va eng og'iri shuki, bu qismda hech kim birdaniga qulamadi. Yo'q, hamma asta-sekin ko'z oldimizda ichidan yemirila boshladi. Bu yemirilishni dastlab hech kim sezmaydi, chunki tashqi tomondan hamma o'z ishida, o'z niqobida. Faqat ba'zida bir qarash, bir sukut, bir titragan qo'l hamma narsani aytib qo'yadi. Eng avvalo, kasallik atrofidagi sovuq munosabat bu oilalardagi haqiqiy axloqiy holatni ochib tashladi. O'simta haqida gap ketayotgan paytda ayrimlarning yuragidan rahm emas, hisob-kitob o'tdi. Bir stol atrofida o'tirib, bir odamning hayoti muhokama qilinayotgan edi. Kimdir operatsiyani hayot uchun imkoniyat deb ko'rsa, kimdir uni ortiqcha xarajat deb ko'rdi. Mabodo asorat chiqsa, pulni hech kim qaytarib bermaydi degan gap aytilganida, xonadagi havo bir zumda zaharlandi. Hech kim baland ovoz qilmadi, hech kim jahl qilib o'rnidan turmadi. Lekin o'sha sovuqqina ohang har bir yurakni muzlatib qo'ydi. Mana shu juda kichik ko'ringan qarash farqi aslida keyingi fojiaga yo'l ochadigan katta belgi edi. Chunki odam kasal bo'lganida yonidagilar sevgimi yoki manfaatmi bilan turgani bilinadi. Sodiq Turg'unovichning keskin qarori esa bu yerda alohida ahamiyatga ega. U o'rnidan turdi, so'zlamadi, faqat qog'ozni oldi va imzo chekib qo'ydi. Operatsiya bo'ladi, pulni men to'layman dedi u. Qisqa gap, lekin har bir harfi toshdek og'ir edi. U shunchaki to'lovni hal qilgani yo'q. U o'z atrofiga men hali yiqilganim yo'q degan signal yubordi. Uning ko'zlarida na g'urur, na takabburlik bor edi, faqat bir og'ir qaror bor edi. U kasallikdan emas, atrofidagi odamlarning qarab qolgan nigohlaridan charchagandek edi. Bu qaror keyingi qismlarda juda katta oqibat beradi. Agar operatsiya muvaffaqiyatli o'tsa, uning atrofida poylab turganlarning barcha rejasi buziladi. Agar asorat chiqsa, aynan shu kasallik ko'p yillik yashirin niyatlarni yuzaga chiqaradi. Eng nozik detal esa boshida operatsiyaga qarshilik bo'lgani, keyin birdan tashvish va shoshilish kuchayganida edi. Kimdir telefonda yonimda, kimdir eshik ortida pichirladi. Demak, bu yerda gap faqat sog'liq haqida emas. Bu yerda kimdir vaziyatni nazorat qilmoqchi bo'lgan. Nodiraning pora bilan ushlanishi esa qismning tashqi voqeasi emas, butun ichki tuzilmani titratgan zarba bo'ldi. Ko'pchilik buni shunchaki jazoga tortilish deb ko'rishi mumkin, lekin sahnalarda undan ham og'irroq narsa ko'rindi. Uyat, kulash, tayanchning sinishi. Nodira shu paytgacha ko'pchilik uchun qattiq, tirishqoq, hammani bir joyda tutib turgan ayol edi. U yig'ilib turganda uning ovozi eng baland chalinardi. Muammo chiqqanda uning qo'li eng birinchi cho'zilardi. Endi esa bitta xabar bilan uning obro'si ham, uy ichidagi og'irligi ham, odamlar ko'zidagi qiyofasi ham dars ketdi. U qo'lga olinganini eshitgan birinchi odamning yuzida nafrat emas, qo'rquv aks etdi. O'z qo'rquvi. Endi bizga nima bo'ladi degan savol aytilmasdan havoda muallaq turdi. Eng achinarlisi, bu fojia uning o'zidan ko'ra ko'proq unga suyanib yashaganlarni larzaga soldi. Kelinning ezilib qolishi, ayollar orasidagi gap so'zlar, kimningdir baribir bir kun ushlanardi degan ohangi shuni ko'rsatadiki, Nodira haqida oldin ham shubhalar bo'lgan. Demak, bu tuzoq kutilmagan emas. Balki kimdir uni anchadan beri kuzatgan, balki yanada xavflisi, kimdir ataylab sotgan. Nodiraning uydan chiqib ketayotgan payti ayniqsa og'ir edi. U hech kimga qaramadi, faqat polga tikilib, sekin asta yurdi. Qo'lidagi sumka og'irlik qilmayotgandek, uning yelkalari esa baland ko'tarilgan qadrni emas, yiqilgan umidni ko'rsatardi. Keyingi qismlarda aynan shu chiziq yanada qorong'ulashadi. Nodira yolg'iz qulamaydi. Uning ortidan yana bir necha ism chiqishi mumkin. Chunki serial bunday katta uyatni odatda bitta odamning bo'yniga ilib qo'ymaydi. Undan keyin butun zanjir tortila boshlaydi. Afzal va Dildora orasidagi ruhiy jang esa bu qismning eng og'riqli, eng tirik tomoni bo'ldi. Ular hali ham bir-birini unutmaganini har bir sukutdan,
har bir yarimta qarashdan sezish mumkin. Bir kuni kechqurun Afzal mashinada o'tirib, Dildoraning derazasiga qarab turgan paytda uning qo'llari rulni shu qadar qattiq qisgan ediki, bo'g'imlari oqarib ketgan. U tushib, qo'ng'iroqni bosmoqchi bo'ladi, lekin barmog'i suyanib qoladi, bosolmaydi. Kuch yo'q, yurak yo'q, bir narsa bor, lekin bu narsa uni oldinga emas, orqaga tortadi. Ularning fojiasi shundaki, sevgi o'lmagan, lekin ishonch yaralangan. Afzalning holati ayniqsa murakkab. U Dildorasiz yashay olmayapti, lekin Dildorani ko'rsa, o'tmishdagi xiyonatlar, alamlar, uy buzilgan kunlar ko'z oldiga keladi. Shuning uchun u yaqinlashadi, lekin bag'riga bosmaydi. U sog'inadi, lekin kechirmaydi. Dildora bir zum hayron bo'lib qaradi. Keyin tezda qarab qo'ymaslikka urinib, ko'sani qo'liga oldi. Uning qaltiragan barmoqlari ko'saning jilosiga tegar ekan, ichida nimadir og'riq bilan qimirladi. "Siz juda yaxshi odamsiz", dedi Dildora. Ovozi biroz bo'g'iq chiqdi. "Men shunchaki yordam berishni xohlayman." Javobini Said shu qadar to'g'ri va tabiiy aytdiki, bu so'zlarga ishonmaslik mumkin emas edi. Lekin bu yerda ham bitta nozik nuqta bor. Dildora Said bilan gaplashayotgan paytda ham Afzalni oqlab qo'ydi. Uni yomon odam demadi, faqat ortiqcha rashkini aytdi. U yomon emas, faqat qattiq rashkchi edi. Deganida uning ko'zlarida o'tmishga birozgina yumshoqlik porladi. Bu shuni anglatadiki, Dildora hali ichida eski sevgisini oqlashni to'xtatmagan. Demak, Saidga imkon berish qarori yurakning qarori emas, aql va alamning qarori. Bunday qarorlar esa seriallarda ko'pincha eng katta portlashga olib keladi. Shu sabab keyingi qismlarda 3 ta katta to'qnashuvni kutyapman. Birinchisi, Afzal kech bo'lsa ham Dildorani qaytarishga urinadi. Lekin bu urinish aynan Said bilan masofa qisqarib bo'lgandan keyin boshlanadi. Ya'ni u sevishini tan oladigan vaqt, ehtimol Dildora undan ko'ngil uzishga majbur bo'lgan pallaga to'g'ri keladi. Ikkinchisi, salon masalasi shunchaki ish emas, Dildoraning kim bilan yangi hayot qurishini belgilaydigan maydonga aylanadi. Agar u shu ishga kirsa, bu uning iqtisodiy mustaqilligi degani. Mustaqil ayol esa endi o'tmishiga bo'yin egmaydi. Uchinchi va eng og'iri, bolalar masalasi yana kun tartibiga chiqadi. Chunki Afzal hali ham bolalarni bahona qilsa-da, aslida oilasidan butunlay uzilib ketmagan. Bu esa yangi sud, yangi alam, yangi yuzma-yuz gaplashuvlarga sabab bo'ladi. Yana bir chetda sokin ko'ringan, lekin keyingi qismlarda jiddiy rol o'ynashi mumkin bo'lgan chiziq bor. Yoshi katta erkakning Nargizaxonga ko'ngil qo'ygani. Bu bir qarashda kechikkan muhabbatday ko'rinadi. U unga bir dasta gul olib kelganida qo'lida gullar shu qadar nozik tutar ediki, atrofidagilar bu erkakning qo'lida bir vaqtlar qurol emas, qalam ushlaganini eslardi. U unga qarab gapirganda, ovozi boshqa odamlarga gapirgandagidan yumshoqroq, pastroq edi. Lekin bunday qarorlar oilada kuch muvozanatini o'zgartiradi. Qizining tashqi roziligi ichki ishonch emas edi. Bu ko'proq otasini yolg'izlikdan asrash istagi edi. Qizi ha dedi, lekin uning lablari ha deganda ko'zlari men qo'rqaman deb o'qilar edi. Nargiza bu uyga kirsa, faqat bir insonning jufti bo'lib kelmaydi. U butun tartibni o'zgartirib keladi. Va serial bunday yosh farqini behuda sahnaga olib chiqmaydi. Demak, bu yerda ham hali aytilmagan manfaatlar, hali tan olinmagan istaklar bor. Eng qiziq tomoni esa psixolog va tashqi ta'sirlar haqidagi gaplarda yashirinib yotibdi. Bir oilaning ichiga tashqaridan kirgan maslahat qanday qilib uy buzishi mumkinligi juda og'riqli ko'rsatildi. Bir kuni bir xonadonda hech qanday janjal bo'lmagan, hech kim ovoz chiqarmagan, faqat bir kishi tashqaridan kelib bir necha gap aytib ketgan. Ertasi kuni ertalab uy a'zolari bir-biriga boshqacha qarab qo'ygan edi. Bu shunchaki o'tgan voqea emas. Bu butun serialning katta mavzusiga aylanishi mumkin. Kimdir odamning zaif joyini topib, uni o'z manfaatiga burayotgan bo'lsa, demak, hali yana kimlarningdir hayoti shu usulda izdan chiqariladi. Menimcha, keyingi qismlarda aynan mana shu manipulyatsiya tarmog'i fosh bo'lishi mumkin.
Odamlar o'z xatosi deb yurib kelgan narsalarning ortida boshqa qo'l borligi ma'lum bo'lsa, ko'p qahramonlarning bir-biriga munosabati butunlay o'zgaradi. Bu qismning eng dahshatli haqiqatini bitta jumlada aytish mumkin. Hech kim o'z dushmanidan emas, o'zining ichida saqlab kelgan kechikkan qarorlardan yengilyapti. Kimdir sevgisini vaqtida aytmadi, kimdir halol bo'lishni vaqtida tanlamadi, kimdir kechirishni vaqtida uddalay olmadi. Endi esa har bir kechikkan tuyg'u, har bir bosilgan haqiqat qaytib kelib, taqdirning narxini yanada qimmat qilmoqda. Ehtimol siz ham o'z hayotingizda shunday daqiqalarni eslayotgandirsiz. Bir so'zni aytishga biroz kechikdingiz, bir odamni kechirishga bir kun orqada qoldingiz va o'sha kechikish hamma narsani o'zgartirib yubordi. Serialning qahramonlari aynan shu kechikishlar devoriga bosh urmoqda. Shuning uchun keyingi qismlar oddiy davom emas. Bu qismda ichkarida yonib boshlangan olovning tashqariga chiqish pallasi bo'ladi. Va eng og'riqlisi, endi kimdir yutadigan bo'lsa ham hech kim butun qolmaydi. Chunki bu olov har bir narsaning ustidan o'tib ketadi. Sevgining, g'ururning, umidning va hatto vaqtning o'zining ustidan. Faqat bir narsa qoladi. Har bir qahramon o'z tanlovi bilan yakka. Va bu yakkalik ularni keyingi qismlarda nimalar kutayotganining eng ishonchli bashoratidir.